Magic Safariga birgalikda sayohat qilamiz. Ketdik. Narxlar oxirida kiraverishlar bilan mana shunaqa bir keladi. Juda ham ajoyib va qiziq, необычно. Игровой zonalar alohida pulga, park katta xaritasi, indiychilar kutib olarkan shou qilib, bolalar uchun juda ham qiziq bo'ldi. Kirishinglar bilan chap qo'lda strauslar keladi. Park o'zi bo'lsa katta o'zirani atrofiga qurilgan. Salqin, daraxtlar ko'p ekan. Biz avtobusda uchmoqchi edik, lekin avtobus hozir ishlamayotgan ekan va ko'p hayvonlar ham karantinda ekan. Zooparkdan farqi, hamma hayvonlarni yaqindan ko'rib, ularga ovqat ham bersanglar bo'ladi. Bolajonlar uchun mana shunaqa kolyaska arendaga oldik. 30 ming so'm ekan. Park juda ham chiroyli, interesni qurilgan. Bu bizga esdaliga manba ag'anagan daraxt imitatsiyasi ichidan o'tasizlar. Juda ham необычно. Masalaga yetkazib bergim keldi bu atmosferani. Chet elda yurganga o'xshaysizlar. Karantindagi hayvonlardan esimda qolgani zebra va oryx degan hayvon edi. Bu sher ko'radigan zona ekan. Sherni ham ko'rmadik. Qayerda desa uyda yotibdi deyshti. Mana shunaqa uzun yo'ldan o'tib sherni yaqindan ko'rsanglar bo'ladi. Zato alpakalarni ko'rdik. Asal bolachalari ham bor ekan. Har bitta hayvon atrofida avashnoy budka bor ekan. Ovish sotib olib hayvonlarni boqsanglar bo'ladi. Maslahatim uylardan to'g'rab olib kelinglar. Chunki uydan olib kelish mumkin emas degan cho'klarni ko'rmadim. Bolajonlar shunaqa xursand bo'lishdi, biza ham. Yana baliq, flamingo va kenguru ham bor deb yozib qo'ygan. Lekin biz umuman ularni ko'rmadik. Maslahatim 1-2 oydan keyin kelinglar. O'shanda avtobuslar ham ishlaydi va hamma hayvonlar o'sha karantindan chiqqan bo'ladi deb o'ylayman. Bu parkka ko'rinishi, bolalar uchun so'kla olsanglar bo'ladi. Ona bolalar xonasi bor ekan, выставочный zonalar. Bu yerdan hamma narsa xarid qilib olsanglar ham bo'ladi. G'ozlar bor ekan. Ularga ham non olinglar, maza qilib boqasizlar. Bu tuyalarning zonasi ekan. Ko'rgan hayvonlarimizdan straus, tuya, oleng va alpakalarni ko'rdik. Qolgan hayvonlar yana bor, lemur bor. Unga pul to'lab kirasizlar. Har bitta odamga 50 ming so'mlar va qushlar uchun zona bor ekan. Katta. U ham pulli, u ham kishi boshiga 50 mingdan ekan. Parkka narxi bo'lsa 125 ming kattalarga, 10 yoshgacha bo'lgan bolalarga 50 ming so'mdan. Mana qushlar mana bitta.